Assalomu alaykum, aziz dehqonlar. Bugun juda ko'p beriladigan savolni ko'rib chiqamiz. Gibrid F1 urug'mi yaxshi yoki oddiy urug'mi? Ularning farqi nimada? Qaysi biri qimmatroq, qaysi biri foydaliroq? Hammasini sodda qilib tushuntirib beraman. Avval oddiy urug' deganda nimani tushunamiz? Oddiy urug'lar bu ko'pincha dehqon o'zi ajratadigan, yildan yilga saqlab, yana ekadigan urug'lar. Bular open pollinated, ya'ni tabiiy changlamish orqali olingan navlar bo'ladi. Ularning afzalligi shundaki, urug'ni har yili o'zingiz ajratib olishingiz mumkin. Urug'ni sotib olishga ko'p pul ketmaydi. Navni yo'qotib qo'ymasdan ko'p yillar davomida saqlab yashatish mumkin. Gibrid F1 urug' nima? Endi gibrid F1 urug' nima? F1 bu oddiygina birinchi avlod degani. Ya'ni 2 yoki undan ko'p eng yaxshi navlarni seleksionerlar sun'iy yo'l bilan chatishtirib, eng kuchli xususiyatlarini jamlab, yangi avlod yaratadi. Natijada F1 o'simliklar bir xil bo'y, bir xil shakl, bir xil pishish muddatiga ega bo'ladi. Kasalliklarga nisbatan ancha chidamli bo'ladi. Hosildorligi oddiy urug'larga qaraganda 20-50% ko'proq bo'ladi. Oddiy urug'dan chiqqan o'simliklar orasida ba'zilari yaxshi o'sadi. Ba'zilari sust bo'ladi. Mevalar turli o'lchamda, turli rangda chiqadi. F1 gibridlarda esa mevalar bir xil o'lchamda va shaklda. Bozorga chiqarish uchun juda qulay. Xaridor ko'rganda ko'zi quvnaydi. Shuning uchun bozorbop sabzavot yetishtirishni maqsad qilgan fermerlar asosan F1 gibridlarga o'tishyapti. Yana bir katta farq kasallikka chidamlilik. Gibrid F1 navlar ko'pincha viruslarga, zamburug'li kasalliklarga, ayrim zararkunandalarga nisbatan genetik ustunlikka ega bo'ladi. Demak, siz fungitsid va insektisidni kamroq ishlatishingiz mumkin. Bu esa xarajatni kamaytiradi, sifatni oshiradi. Ekologik jihatdan ham foydali. Gibrid F1 urug'larining kamchiligi sifatida ko'pincha narxini aytishadi. Ha, F1 urug'lar oddiy urug'larga nisbatan qimmatroq. Lekin savol, sizga muhim narsa urug' narximi yoki hosilmi? Agar F1 urug' sizga ko'proq hosil, barqaror bozor sifati, yaxshiroq sifat va hosil, kasallikka chidamlilik bersa, unda qimmat emas, aksincha investitsiya hisoblanadi. Oddiy urug'larda esa har yili o'sib chiqqan hosildan yana urug' olib qayta ekish mumkin. Nav biroz o'zgarishi mumkin, lekin asosan xususiyatlari saqlanib qoladi. Gibrid F1 urug'larda hosildan olingan urug'ni qayta ekib bo'lmaydi. Keyingi avlodda xususiyatlar bo'linib yo'q bo'lib ketadi. Mevalar kichiklashadi, sifat pasayadi, kasalliklar ko'payadi. Shuning uchun F1 ishlatayotgan dehqon har mavsumda yangi paket urug' olishi kerak. Kadr: bir tomonda kichik tomorqa egasi, ikkinchi tomonda issiqxona egasi. Agar siz kichik tomorqa uchun, oilaviy iste'mol uchun ekayotgan bo'lsangiz, urug'ni o'zingiz ajratishni yaxshi ko'rsangiz, unda oddiy urug' ham sizga mos keladi. Lekin agar bozor uchun, issiqxona yoki yirik maydon uchun barqaror hajm kerak bo'lsa, unda gibrid F1 navlari eng to'g'ri tanlov bo'ladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, oddiy urug' arzon, qayta ekish mumkin, lekin hosil barqaror emas. F1 gibrid qimmatroq, lekin hosil ko'p, sifat yaxshi, kasallikka chidamli. Qaysi birini tanlash maqsadingizga bog'liq. Siz uchun eng muhimi nima? Boshlang'ich xarajatmi yoki yakuniy hosilmi? Bu Agromaslahat Global, dehqonlar uchun sodda va aniq tushuntirilgan agromaslahatlar kanali. Obuna bo'ling. Keyingi videoda urug' tanlash bo'yicha amaliy tavsiyalarni ham ko'rib chiqamiz.